Arzonchiroq Matiz qidirib yurganlar uchun navbatdagi Matiz avtomobili to'g'ridan-to'g'ri egalaridan Matiz Best 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Bosib o'tgan masofasi, probegi tabloida 160 ming kilometr turibdi. Bez konditsioner varianti. Mashinaga metan gaz o'rnatilgan. Texnik holatlari ham yomon emas ekan. Motorda muammo yo'q, hadovoyda muammo yo'q, korobka ham chotki, bitta granatasida rulovoyda ishi bor ekan ozgina. Xo'p, saloniga keladigan bo'lsak, yomon bo'lib ketmagan. Spark rul turibdi. Deflektorlar qo'yilgan, video registrator qo'yilgan, signalizatsiya Magic Car. Более-менее salon normalniy. Aybiga keladigan bo'lsak, oldi qismi ikkita krilo va kapoti narujniy sepilgan. Usilitel lonjeronlari butun ekan. Shu sepilgan detallarni boshqatdan sepib olish kerak. Oldi balonlari yangi. Orqa balonlari o'rtacha holatda hali yurib tursa bo'ladi. Ishlatishga olmoqchi bo'lganlar uchun tayyor tomida bagajlari ham bor ekan. Narxi $2400. Video ostida, video описаниесida va video kommentariyasida telefon raqamlarini qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Manzil Toshkent shahar.